Lil Xurramovning sevgi qissasi tugadi. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Hammasi 2025-yil yanvar oyidan boshlandi. Bloger o'zining obunachilarining savollariga birin-ketin javob berayotib, shu yil to'y qilish niyati borligini aytib o'tgan edi. O'shanda u Dubayda yashovchi model, dubaylik milliarderning qizi Valeriya bilan sevgi munosabatlarida bo'lgan va qizning qo'lini so'rab video post ham joylagan. Qiz ham 1 yillik sinovdan so'ng rozi bo'lgani haqida xabarlar tarqalgandi. Fevral oyiga kelib, Ozod uzoq vaqt ish yuzasidan O'zbekistonda ko'p qolib ketdi va nihoyat Dubayga sevgilisining oldiga uchib bordi va hech qancha vaqt o'tmay ikkovining tortishib qolgani, bahsli munozaralari, suhbati, videolari blogerning shaxsiy sahifasida paydo bo'ldi. Ozod Xurramov sevgilisi haqida gapirar ekan, dunyoda bunday sevgi yo'q degan ta'rifni ishlatar edi. Kutilmaganda kuni kecha bloger o'zining ijtimoiy sahifasida Munisa Rizayevaning bevafo taronasi ostida arxiv romantik videolarini joylab, sevgi qissasi tugagani va ayriliqni rasman tan oldi. Ushbu postning ostida siz buni ko'rishingiz kerak edi, taqdirim emassan balki deya izoh yozib qoldirdi. Shundan so'ng tabiiyki ko'plab negativ izohlar bolalab ketdi. PR tugadi shekilli, shunday bo'lishi aniq edi, biz bilgandik deya foydalanuvchilar blogerni tanqid ostiga olishdi. Bizga ma'lumki, Lil Xurramovning onasi Kibriyo ona ham bu sevgiga qattiq qarshi edi. Shunday qilib, Ozod Xurramovning sevgi qissasi to'y bilan bahsli ayriliq va munozaralar hamda xotiralar bilan tamomlandi. Keyingi batafsil ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, yangiliklar kanaliga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.